Do'stlar, endilikda ijtimoiy nafaqa va yordam pullari kredit qarzdorligini qoplash uchun yechib olinmaydi. Banklar va mijozlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi nizomga yangi qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Unga ko'ra, endilikda davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam pullarini, jumladan ijtimoiy kartalarga tushadigan mablag'larni kredit bo'yicha qarzdorlikni undirish maqsadida yechib olish taqiqlanadi. Shuningdek, onlayn tarzda kredit rasmiylashtirishda mijozning roziligini avtomatik belgilovchi maydonlar yoki oldindan belgilangan shartlardan foydalanish mumkin emas. Yangi tartibga ko'ra, banklar kredit berishdan oldin mijozlarga moliyaviy tavakkalchiliklar haqida ma'lumot beruvchi maxsus chek-list taqdim etishi shart. Shu bilan birga, omonat yoki hisob varaq ochishda fuqarolar omonatlarni kafolatlash tizimi to'g'risida axborot bilan tanishtirilishi kerak. Bundan tashqari, banklar moliyaviy qiyinchilikka yoki og'ir hayotiy vaziyatga duch kelgan mijozlar arizalarini ko'rib chiqish tizimini yo'lga qo'yishi hamda bu haqda o'z rasmiy veb-saytlarida ma'lumot joylashtirilishi lozim bo'ladi. Shunday hollarda kreditni restrukturizatsiya qilish, ya'ni to'lov muddatini uzaytirish, foiz stavkasini qayta ko'rib chiqish yoki homiladorlik va tug'ish ta'tilida bo'lgan ayollar uchun to'lov muddatini 10 oygacha kechiktirish imkoniyati ko'zda tutilgan. Bu yangilikni krediti bor yaqinlaringizga yuborib qo'ying.